Jizzax mashina bozoridan davom etamiz. Akalar, Nexia'mizni turishini qarang buni. Kraska endi opshiga bo'lgan. Egalari kuzovchi o'zi ideal qilib akalar chiqargan kraskasini. Xo'p, mashinamiz 96-yil bo'ladi. Yurish turishidan aka muammosi yo'q. Faqat bitta shu korobkasida bir 400 minglik ishi bor debdilar. Uyda bitta korobkamiz bor. Aka berib yuboramiz, xohlasin korobkani o'zi remont qildirsin, xohlasin narika bergan korobkamiz bo'lsin, farqi yo'q debdi. Eg'ini keyin gaplashamiz, o'zimiz tushuntiramiz deyshibdi. Balonlari mana shunaqa holatda mashinani. Xo'p, orqada 80 talik metanimiz bo'ladi. Mashinani ko'yila turishi, lekin sostenini mashinani vid zo'r turibdi ekan. Xo'p, udar bo'lmaganmi ukajon? Nima edi desam, aka mana shu yerdan bitta udarchasi bor. Kesin beg'ini bemalol ko'raversin, Luboy ustasi bilan mashinani hamma joyiga javob beramiz deyishdi. Kelasiz, eg'ini gaplashib olarasizlar. Probegi endi 724 ming turibdi. Mana taqlar. Chirgan joylari yo'q, sababi o'zlari ko'zimchi bolalar. Xo'p, akalar, buni o'tgan bozor bular 35 million, 38 million aytib turishuvdi. Ha, ukajon, bir kundan keyin, bir haftadan keyin o'zing kelib qolasan, xolos. Klient chiqib qoladi, buni ham sostenasi yaxshi turibdi, video desam. Ha, xo'p aka deyishuvdi. Hozir kelsam, aka 30 million bo'lsa taqalgani berib yuboraman. O'sha 300 minglik korobkasida ishi bor, uyda bitta korobka bor, o'shani berib yuboraman aka, o'zlari qo'yish bo'ladi. Xohlasin, o'zlari remont qildirsin, xohlasin o'sha korobkani qo'yib olsin, farqi yo'q menga. O'sha korobka shunday podarkaga berib yuboraman deyishibdi. Pastda telefon nomerlar qoldirilgan, aloqaga chiq